99 50X3D V2 dunyodagi eng oxirgi tosh. Bugungi obzorimizda 4K gamingni test qilamiz. Dav boshladik. Hidini sezyapsizlarmi? Pul hidi kelyapti. 10 tomonimda $300 Vajino охлаждение Lali brendidan 50-80 как раз videokarta narxlari oshyapti, уже $1,500 ga yetib bordi. Chap tomonimda dunyodagi eng kuchli toshlardan biri mabodoga $1000 turadi. Operativka 32 GB Seal 30 Xfinity brendidan V-Color'dan Republic of Gamers'dan X870 EH Gaming. Bu hammasi nima uchun so'rasanglar, my friends, da o'ylab ko'rdim. Arzon kompyuterlarni obzor qilib, по-моему, zerikib ketdik. Davaysi bitta 4K, 2K gamingni juda kuchli kompyuterda sizlar bilan birga test qilamiz. Qanaqa rezultatlarni ko'rsatar ekan. Endi birinchi bo'lib ichida nima borligini ko'ramiz. И вообще nima buligini sizlar bilan bilib olamiz. Ketdi. Tak, обязательно like va podpiska bosib qo'yinglar. Nega katta mehnat ketyapti, montajyorlarimiz katta pul olyapti. Shunga xo'j, men narsani ham ko'tarish uchun like yoki prosmotrlarni qilib bersanglar xursand bo'lardim. Ketdi. Qaranglar, qo'limda dunyodagi eng kuchli toshlardan biri deyman odatda, lekin bu realni eng kuchli tosh 99 50X3D V2. Qolgan toshlardan nima farqi desanglar, odatda o'sha 99 50X da bor-ku, ikkita chastdan iborat, bittasida ularda cache bo'ladi. То есть o'sha X3D esa bitta tomonda bo'ladi. Shunga masalan o'yin o'ynayotganingizda 10 tomonni ishlaydi, ishlayotgan paytingizda o'sha 16 yadro chap tomondan ishlaydi. Shunga problem bo'lgan, mana shu постоянный выборda AMDdan bratishkalarimiz bu problemani hal qilishdi, lekin Windows undan oldin hal qilishdi, tushuntirib beraman. Bular olishida ikkala tomonga o'sha 3D cache qo'yishdi, katta ob'yom 3D cache va o'yin uchun va ish uchun ideal. Lekin Windows'ning Pro уже tomonidan уже давно hal bo'ldi. То есть o'yin payti avtomat ravishda o'sha 3D cache yoqiladi, ish payti 3D cache o'chiriladi, chap tomondan ishlaydi. Так что qanchalik bu tosh kerak bilmayman-ku, lekin bizning testlarimizga 100% kerak. Oxirgi eng mo'shni kompyuter yig'ib kelgan uchun. Так что shunaqa gaplar. Endi Republic of Gamers'dan X870 EH bilasizlar o'zi, Republic of Gamers patron yoqtiraman. Tak, bu yerda bizda ikkita USB 4 40 GB, to есть Type-C'larimiz bor ekan. 4 USB 10 GB, USB 5 GB 6 ta. USB ni o'zi где-то 12 ta bor ekan, plus ikkita Type-C ekan. 4 Type-C dordim, uzr so'rayman. Keyin Wi-Fi modul, HDMI, DisplayPort, ну это понятно. Так, Wi-Fi modul, HDMI hamma narsa bor. Da, конечно же, Maximuslar emas, bu Apexlar emas, no ulardan ko'ra arzonroq. Kelajak любой, в принципе, AMD soketli toshingizni ko'tarib beradi va potensialni ochib beradi. И baribir Republic of Gamers dunyodagi eng zo'r material sifatli ishlab chiqaruvchilardan biri. 5080 video kartamiz gigabaytdan. Nimaga 5080 nima 5090 ma desanglar bo'ladi. Nasib ketaman, 5090 narxi hozirgi kunda $5000, bu brachkamiz $1500. Farqi $3500. To есть biz sizlar bilan test qilganmiz, esingizda bo'lsa, YouTube videolar bor. O'ta 5080 5090 farqi где-то 2K gamingda bizda 16-20% edi. Narxida tam 3 barobar почти разница, по-моему, не стоит. 5090 уже professionalniy игрок bo'lgan, и o'sha professional darajada sun'iy intellekt bilan ishlaydigan odamlar uni sotyapti va sпрос beshirli. 5080 ga sпрос kamroq, shunga rahmat hammaga. Gamerlar uchun bu brachkamiz hozirgi kunda qoldi. Operativka jan V-Color Infinity CL30. CL26 informatsiya uchun уже chiqmayapti. Da. То есть bir oy oldin uni $470 ga oldik. Hozirgi kunda 32 GB, ikkita 16, 6000 talik operativka CL26 mabodoga
$850 turibdi. Agar kimdir mendan arzonroq bor desanglar, biz tayyormiz olishga. Shunday gaplar. Real zo'r operativka ko'p marta qo'ydik. CL30 o'sha zadержкani kamaytiradigan yaxshi operativka. Eng qiziq narsa bu keysdan tashqari Lianli brendidan yangicha, kuldircha, movodoga narsalari tushib chiqadi. Buni o'sha video davomida ko'rsatib ketaman. To'g'risini aytaman, bu ko'taradimi yo'qmi bilmayman-u. Но, в принципе, AMD tosh bilan qizimaydi. Любой нормальный охлаждение ko'tarishi kerak. Уже storiesda ko'rsatib chiqdim. В принципе, Instagramda bo'lsanglar agar ko'rgansizlar, qanaqa ishlashini ko'rsatganman. Hankey brendidan Platinum 1200 watt, 5080, 9950 sirda, короче, hammasi topovoy. Blok pitaniya ham podvодить qilmaydigan yaxshisini qo'ydik. SSD просто 500 talik, endi xohlasangiz o'zgartira olsanglar bo'ladi. Просто test uchun bu SSDni qo'ydim. Ratchikalik sarablandimdan. Давайте endi sborkani o'zini yoqib ko'ramiz sizlar bilan. Endi yig'ish jarayonini ko'rsatmayman. Agar sizlarga shu jarayonlar qiziq bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda уже sborka jarayonini ham qo'shib ketamiz. Ketdi. Taram! Kompyuterimiz tayyor. Yig'ib bo'ldik. Keysimizni aytib ketaman. Lianli brendidan Nor 11 Vision'mi shunaqa keys qo'ydik. Juda hozirgi kunda populyarniy. Endi men real kompyuterni tushunmadim-ku. No, ko'p mijozlarimiz yoqyapti. Keling, yoqib ko'ramiz kompyuterimizda. Bu yerga men yana kulerchalar qo'ydim. LED display Lianli brendidan и pastiga kulerchalar qo'ydim. Chiroyli turishi uchun, neki keysni o'zida kuler chiqmirgan. Kстати, mana водяное охлаждение ko'rasizlarmi? Juda chiroyli qilingan ekan, men yerdan o'tib ketgan. То есть kabellari ko'rinmayapti. Bu juda yaxshi narsa, neki ko'plarda bilasizlar, problemasi bor. Kabellar chiqib yotadi, именно trubkalari chiqib yotadi. Bu yerda bu problemani hal qilishgan. И, в принципе, juda chiroyli keys chiqdi. И bu yerda bizda bunaqa displey emas, TRX Visiondagi qilingan. То есть bu panorama, и bu OLED displey mabodoga. Shunga bu ratchikani tushizib o'tiradi, plus pastga tepaga tushib chiqadi. Ko'rsanglar, har bitta kuleri ham mana chekkalardan liniyalar qilingan. И maksimalni bir-biriga ulanadigan, ishlaydigan qilib yig'ganmiz. Operativkamiz RGB'li, RGB'si pro sinxronizatsiya bo'lmaydi. Bu narsada o'tirish kerak. Video kartamiz bez RGB. Eng qiziq joylari bu keysda, bu birinchi o'sha imенно estetik tomondan bu bizning охлаждениemiz. Juda keys ochib beryapti. GIF qo'ysanglar, undan chiroyli ko'rsatadi. Ko'plar anime qo'yadi yoki qanaqadir prikollar qilib. Baribir bu приятный narsa, kompyuter tam $4,500 olganingizdan keyin nimadir qiziq bo'lishi kerak. Har bitta kulerda ham o'zini ekranchiki bor. To'g'risini aytaman, men Lianli brendini yoqtirmayman, negaki 1 yil ichida mana shu ratchikamiz 2 marta buzilgan. Har doim nimagadir biza ayb bo'lib qolgan biza. Shunga 2-3 marta katta pulga tushganim uchun Lianli brend mahsulotini yoqtirmayman. No, bu problemani hal qildik, просто o'zimiz olib kelamiz. Так что garantiyaga endi biz javob beramiz. Prinsipi bu narsani endi hal qilamiz. Test uchun menga shu Ibrohim yordam beradi. Так что boshladik. Testlarimizni boshlaymiz. Spesial 4K monitor olib kelib qo'ydik Avos brendidan va mana kompyuterimizni uladik. Bizani testlarimizga har doimdagi Ibrohim injenerchamiz Ingeyimdan bugungi birinchi testimiz o'yindan boshlanmaydi. Unreal Engine'ni benchmarki bor o'zini, chunki bunaqa spesifikatsiyada kompyuter bor odam уже ishlashi kerak должен. Shunga hozir mana buni запускать qilamiz, Electric Bench. Bu imенно protsessor bilan video kartani qanchalik совместимо shu Unreal Engine'ga balini chiqarib beradi. O'zlaringiz kompyuterlaringizda tekshirib, Steam'da adashmasam $10 turadi programma. Shu aksiyaga tushganda olsalaringizga tekshirib ko'rishlaringiz mumkin, qanchalik farq qiladi zamonaviy kompyuter bilan o'zlaringiz kompyuterlaringiz. Mana kiramiz. Вот bu yerda уже upscaling 67%, lekin bu yerda уже TSR, ya'ni nativniy качествоda ray tracing o'chirilgan. Ko'rsanglar bo'ladi, my friends, 90 AVG FPS'imiz. Avvalambor sun'iy intellektga rahmat. Sun'iy intellekt bo'lmaganda, generatsiya kadri bo'lmaganda biz o'sha 90 FPS'larda hali ham yurardik. Tak, mana cloud chiqdi. Men roziman shu operativka narxi oshib ketganiga. Bu mana shu konfiguratsiyani rezultati shu bo'lib berishmoqda. Keyingi testimizda, как обычно, o'sha Black Mist Wukonni tekshiramiz 4K da. Bilasizlar, OLED monitorlarda ana yopishmaydi, ana qiladi. Yondirib qo'yadi. Выгорание bo'ladi. То есть matritsada o'sha ekrani nima bo'lgan bo'lsa, o'sha qolib ketishi mumkin. Bu yerda bizda OLED. Разрешение 3840 2160. Частота parod kerak emas. Ограничитель yo'q, все bo'ladi.
test. Hammasi yongan. Hammasi yongan, generatsiya kadri bu. Ko'plar Instagram yoki YouTube'da kommentariy yozsa 4K gaming tekshiringlar deb. Mana necha pul turadi 4K gaming? 5080 video karta hozirgi kunda $1,500 oshmagan bo'lsa agar. Nativ 4K da bizda hozir test ko'rasan Wukong. My friend 78 FPS. Qanchalik kачество tezlikdan ustun, qotmashdan, приятный kartinkadan ustun men bilmayman. O'zingizlar kommentariy yozib qoldiringlar. Mana nativ o'ynamoqchi bo'lsangiz, realniy 4K da o'ynamoqchi bo'lsangiz, mana 78 FPS. Hozir generatsiya kadr ham yoqib ko'ramiz, 122 FPS, to есть bizda Z-da 50% qo'shildi. Testlarimiz chiqdi. Wukong Black Mist 4K da 121 FPS, maksimal FPS 134, minimal 108. 804 GB ishlatildi va mana polностью ko'rsan, realistichniy настройка, maksimal настройка. Bu generatsiya kadrov yoqilgan payti. Cyberpunk o'yin yoqib oldik. Qanaqa настройкаga tekshiramiz? Bugungi настройка разрешениямыз 4K turibdi. Grafika трассировка лучей yongan, grafический настройкаlar полностью запредельный turibdi. И generatsiya kadrov o'chirilgan, создание kadrov включен. Запустить test qilamiz. Cyberpunkda mana ko'rsanglar bo'ladi. Benchmarkimiz tayyor. Maksimalniy FPS 70 my friends. O'rtacha 62, maksimalniy bez generatsiya kadrov, to'g'rimi? Qani? Bez generatsiya kadrov 4K da bizda 62 FPS benchmarkda my friends. Давайте generatsiya kadrov ham tekshirib ko'ramiz sizlar bilan. Go. Hozir biz уже 4x generatsiya kadrov tekshirdik. Maksimalniy kadr ssenariyda 211 bo'lgan, minimalni 177, average 193. Bunda to'g'ri FPS ko'proq bo'ladi, lekin shuni hisobiga zadержка ham, end-to-end lattency ham ko'proq bo'ladi. Sababi o'sha zarisovka kadr qilib turganda videokarta to'liq kuchini o'yin renderiga emas, bir o'sha paytda o'zida искусственный intellektda mana shu o'yin kadrini nima deydi, renderingni ham kuchini ketkazgani uchun zadержка ko'payadi. Mana hozir ko'rsak bo'ladi, 167 kadr sekund AVG, minimalni 128. Bu 2x generatsiya kadrda bor. Bunda ham nativniy разрешение 2K, vizualniy разрешение 4K, qolgan 34% дорисованный kadr. Stimulyatsiya protsessor 553 kadr sekund. Уже protsessorda bu yerda bottleneck yo'q, 100% bottleneck videokartada. Videokarta bu yerda уже 217 FPS ni, 217 FPS kadr sekundni обработка qilgan. В принципе, 2x dan oshiqroq yoqish shooter o'yinda sezilarli уже inputlarga olib keladi. Shunga 4x da uni tekshirishi mantiqi yo'q. Так, eng страшный testimiz. Counter Strike 2 Source 2 dvijokada ishlangan. Tushunishlik uchun bu o'yin 4K ni umrida 2 marta ko'rgan. Birinchi marta Gaben yoqqanda, ikkinchi marta Gaben udalib chiqarganda o'yinda. Ketdi. Mana выключить qilamiz, mana yoqamiz и biz tekshiryapmiz. Tekshirish uchun nimani tanlaymiz, my friend? Benchmark, KS2 benchmark. Nima deyirkan? KS2 benchmarkimiz bizda 4K da. 4K da o'ynaydiganlar bormi o'zi, lekin bor bizda bir ikkita kanallarimiz kelib, nimaga men kompyuter yig'dim, 4K da KS da menda kam FPS deydigan odamlar ham bor edi. 500 FPS eng высокий настройкаларда. My friend, 200 FPS'ga tushib ketdi. U dim. Dimni nima kстати. KS shunaqa o'yin, bu как будто ancha Formula 1 mashinaga o'tirganingizda konditsioner komfort so'rash kerak emas-da. Tomoni buchi xuddi i5 12 bilan 2060 Superdagi o'zini 4K gamingda чувствовать qilyapti. i5 12 bilan 2060 Super Full HD da qanaqa FPS bersa, bu xuddi shunaqa FPS faqat 4K gamingda beradi. Navbatda FPSlarimiz GG mana. Minimal 122 wattda 329 и bizda 8 emas, bu ужасно. Realni gapiradigan bo'lsak, 4K gaming o'zingizlar ko'rdinglar, FPS juda past. Hozirgi kompyuterlar prinsipi qanaqadir realni nativini ishlata olmaydi. DLSS yoqilsa 40% raznica beryapti, plus minus igrabilni, no baribir 120-130 FPS prinsipi hozirgi $4,500 bilan to'laganingizda juda kam menimcha. 2026-yil uchun realni yaxshi разрешение baribir 2K
deb o'ylayman. Так что shunaqa gaplar, sizga ham shunaqa chotki mощный super kompyuterlar, klaviatura, mishka, naushniklar kerak bo'lsa, nomerlar, Telegram kanal, sayt, hamma narsa bor. Telefon qilinglar. Bir kunda 10 ta 20 ta kompyuterlarni taq yig'ib beramiz. Dabu shunaqa gaplar. Testlarimiz tugadi, o'zingizlar ko'rdinglar. Qanchalik 4K gaming uchun to'g'ri keladi yo'qmi, lekin 2K da maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. 2K olinglar, OLED display qo'yinglar va maza qilib mana $4,500 kompyuterda maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Так что shunaqa gaplar. Video yoqgan bo'lsa, обязательно like va подписка. Davu.